Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sizlere acıyoruz. Washington'dan sözdeyimiz bugünkü islagaş. Kemen 20. yıl 12. ayının 25. günü vatandaşlar. Bugünkü vaziyetin eysak Joe Biden dedi, hazır Avrupa İttifakı ile Cumhuriyet Atları'daki Soda kelişim, yani məbləğ seliş kelişim bu içi elip verilayotgan söhbətə təsir göstərdi. Çünkü Avrupa ile Cumhuriyet Atları'daki soda meselesi əməliyyatda Amerika meselesi, yani Amerika ile Cumhuriyet Atları'daki soda, Amerika ile Avrupa İttifakı'daki soda. Şunlaşqı bu meselede təsir göstərdi. Konkret nime təsir göstərdi bu doğruda gep yok. Şunu ile hazır qaraganda Avrupa İttifakı ile Cumhuriyet hükümeti Atları'daki soda kelişim, yani məbləğ seliş kelişimi suğu çılaşqandək turdu. Bu tügüde ikincisi tüzütüş vatandaşlara tünügün 12. ayının 26. günü deymen dep 20. günü depti, ben bunun için beni geçirinler. Başına öyle 6-7 qətim şunda oldu. Sebebi siz okuvatkan neresi bilen kalır təsəvvür kılıvatkan neresi ikisi bir neresi bulmağaçqa bazı adamın ağzı toğrunu bilip durup mu hata çıkıp bitip kalıdı iken şunu vatandaşlarının muşu meselede beni epokalışını muşunda aşağı yüzbe göndü keçirişini ümmet kılıma vatandaşlar. Çünkü yazılgan xitim bulmuş 26 12. ayının 26. günü yığın yapıldı, şu günü şartname tasdiqlandı o degan gap. 26'ni 20 deb okugan gap. Buni o'chak kechiringlar vatandaşlar. Bugünkü leksiyalarimiz Allah halasa bunun içinde bir parça leksiya. Anandan keyin bu bir parça leksiya siz biz üçün. Yoki siz biz deb kelayotgan, siz biz kutayotgan, iltijo qilayotgan bir masalaga javob bergandek. Hozir Amerika ovozi e'lon qilindi bu. Neme mesele deseniz hemimiz kütüvatımız Amerika Qo'shma Shtatlarının növbəti hükümeti, Prezident Trump hükümeti ve onun devlet iştirakatı Mike Pompeo, Xitayning Uyg'urlar qaratgan siyasetini qirg'inchilik, etnik, irqiy qirg'inchilik deb bekitishini siz kütüvatsız, biz kütüvatımız bu şu güngacha vatandaş. Bugün şu to'g'rida yana bir parça maqola keldi. Avval sizlarga shuni birinchi bo'lib anlataman vatandaşlar. Mavzu mundaq. Xabar. Davlat ishlar Mike Pompeo tanqinlashtirib, Cumhuriyet dairələrinin Uyg'urlarni bostirishini irqiy qirg'inchilik deb bekitamdi. Mavzulu xabar 12. ayının 25. günü Amerika ovozinin Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Amerikada tashqi siyosat jurnali xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Bir necha nafar amaldor va xabardor kishilar bundaq oshkorladi. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo, Cumhuriyet hükümetinin Şinjan'da, Müstemlike Uyguristan'da Uygurlarını bastırışını, ırk yo'qotishini tashkil qildi mi yok? Tekshirishga buyruq tushirdi. Bu buyruq Devlet İşler Katibi Mike Pompeo, kelar oyda vazifasidan ayrilishdan burun Cumhuriyet irq yo'qotish jinoyati o'tkazdi deb rasmiy bekitishning mumkinlik dardisini yuqori ko'tardi. Tashqi siyosat jurnali haftaning 3. günü, 12. ayının 23. günü, yani 12. ayının 23. günü xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo, Amerika Yer Şari Cinayi İşler Adliyesi'nin müdiri Morsi Ten mas'ul bulup bu işini içki cihetde tekşürüşke buyruq tushirdi ve ko'rsatma berdi. Hazır hizmetli buluvatkan emeldarlar ve sabık emeldarlar mundaq ko'rsatdi.
Bahalashqa qatnaşqanlar cümleden vaqtli qanun maslahatchilari, Davlat Mahkamasining ichki qismida istixborotga mas'ul xodimlar hamda kishilik huquq Sharqi Osiyo ishlariga mas'ul xodimlar bu ishni tekshirishga qatnashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va kishilik huquq tashkilotlari ko'p yillardan beri Xinjiang masalasi bo'yicha, mustamlika Uyg'uriston masalasi bo'yicha Amerika ma'muriy doiralariga izchil bosim ishlatib keldi. Bu yil 10-oyda Davlat Majlisining ko'plagan a'zolari va ishki partiya mansublari Amerika ma'muriy doiralariga haydakchilik qilib, Xinjiangda Uyg'urlarga siyosiy panohlik berishni talab qildi. O'xshashli bir partiya guruhlardan alqagan bir guruh Davlat Majlisi a'zolari qarornoma o'ttirg'i qo'yib, Jungoning Uyg'urlarning kishilik huquqlariga tajovuz qilganligini irq yo'qotish deb bekitishni talab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bu qatimqi tekshirishi ma'muriy doiralarning bir qaror chiqarishiga turtki bo'ladi. Tashqi siyosat jurnali xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Irq yo'qotish deb belgilashning o'zi intayin zo'r va simvollik va diplomatik kuchordir. Lekin kishilik huquq mutaxassislari mundaq hisobladi. Yaqinda vazifadan ayriladigan Prezident Trump hukumati va vazifaga o'ltiradigan Joe Biden hukumati bu to'g'rida qaror chiqargandan keyin nima ish qiladi? O'xshashlar texmo muhim bir ishdir. Chunki bundaq bekitish Jungoni embargo qilishga va iqtisodiy jazolashni o'z ichiga oladi. Joe Biden saylam gruppasi Jungo hukumatining Xinjiangda, yana mustamlika Uyg'uristonda Uyg'urlarga tutgan muomalasini irq yo'qotish degan hukm bilan ta'riflagan edi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning Jungo siyosati va Jungo siyosatini belgilash bo'yicha maslahatchisi Melis Yu o'tgan oyda Amerika ovozi radiosining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatgan. Kishilar nihoyatda tez arada Amerika hukumatining Jungoning irq yo'qotish masalasi to'g'risidagi maydonini ko'rib oladi. Shu vaqtda Melis Yu yana mundaq degan edi. Bir zo'ravonlikni va irq yo'qotish jinoyatini belgilash uchun bir necha o'lchamga yetib kelishga to'g'ri keladi. Buning ichidagi birisi qonun o'lchamidir. Men mundaq hisoblayman degan edi Melis Yu. Agar biz to'plagan barliq paketlarga qaraydigan bo'lsak, hamda butun dunyo qarab turgandek Junxo Xalq Jamhuriyati hukumatining Xinjiangda yo'lga qo'ygan zo'ravonliklarini irq yo'qotish deb belgilash uchun astoydil muhokama qilishimiz kerak. Bu jarayonning mintaqasi bo'ladi. Vaqt liniyasi bo'ladi. Shunga men bu to'g'rida konkret obzor qilmayman degan edi. Lekin sizlar bizning maydonimizni pat arada ko'rib olasizlar. Agar Prezident Trump vazifadan ayrilishdan burun irq yo'qotish to'g'risida belgilama chiqaradigan bo'lsa, shubhasizki Jungo Amerika munosabatini texmo jiddiylashtiradi.
Prezident Trump hükümeti allaqachon Şinjan'da kişilik huquqqa tajovuz qilgan Jungo Kompartiyasining yuqori darajalik amaldorlar hamda munosabatlik shirkatlarini embargo qilgan edi. Oxirgi jumlani Xitoy programmasi Amerika ovozining muxbiri qo'shibdi. Oxirgi ikki jumlada yoshirin bishorat nima? Irq yo'qotishni belgilashning mohiyati yo'q. Chunki buning o'rnida allaqachon Jungo Kompartiyasining Şinjandagi kadrlarini embargo qildigu deb demak, qo'l ichiga egiladi. Qo'l teshig'i egilmaydi. Qo'l ichiga egiladi. Teshig'i egilmaydi. Uyg'ur daha buni tushungani yo'q, bilgani yo'q, mushu masalada uyg'ongani yo'q. Xitoy muxbir ashundaq da'votidir. Birinchi oxirida muhokama qilishdan burun Alloh sizga madad bersin. Prezident Trump hukumati va Prezident Trump hukumatining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo nusrat bersin, kuch ato qilsin. Sizga yeniklikka o'ng'ishliq yaratib bersin. Vazifadan ayrilishdan burun bazar hisobda yangi yilga 5 kun qolgan shundaq orliqda shuningga imzo qo'yib, prinsipga aylantirib, hukumga aylantirib, xalqaro jamiyatning oldiga qo'yishingizni 4 ko'zimiz bilan kutamiz. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Prezident Trump efendi. Ya'ni Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosati irq yo'qotish, etnik tozalash siyosatidir deb belgilashinglarni umid qilamiz, iltijo qilamiz, kutamiz va oxirgi hisobda siyosat maydonimizda turib ham davlat rahbarlaridan talab qilamiz.